Partiyamizga mana bunda Arashan elita qo'chqor sovlig'imiz. Ikkinchi partiyamizga mana bunda yarichkalardan kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Oxirgi partiyamizga mana Qirg'iziston ona bolalar emblemalari bilan. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari hamda chorva ishqibozlari. Bugun 2026-yil 11-mart hafta kuniga chorshanba. Kun hammalaringga xayrli bo'lsin deb bugungi videosida ham kelamiz. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshladik. Xudo xolasa bugun o'zimizning mini qo'y firmamizdamiz. Sizlarga 5-4 partiya narxlarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qo'ylarni yoritib berishga harakat qilamiz. Birinchi partiyamizga mana puli yengillaridan. Uchalasi ham sovliq-a, o'rtaq? Sovliq. Uchta sovliq qo'zimiz. Xudo xolasa yaxshi narsa. Kelajagi bor. Quloqlarni qarang, shalpan quloq variantlaridan xudo xolasa yuzlariga yaxshilab e'tibor berasizlar mana. Dumbalari ham kelishgan narsalar ekan. Ularda narxini bir joyga 4.200.000 so'mdan dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rsa, telefon nomerlar pastda. Sen keyingi partiyalarimizni chiqamiz. Ikkinchi partiyamizga mana bunaqa yarichkalar edi. Arashan qo'zilar mana. Haqiqiy bo'ladigan variant. Ular ikkita urg'ochi, ikkita qo'chqorcha. Yosh oyligi 4 oy 5 oy. Mana yuzlariga yaxshilab e'tibor berasizlar bunachilar. Ularning narxini bir joyga olsalaring 4.400.000 so'mdan dastavkasini qilib beramiz. Dumbar azres hamma yo'g'i kelgan jonivorlar. Hurmatli kuzatuvchilar, mana 3-partiyamizga mana bunaqa o'ta go'zallaridan. Nekki mana bu qo'zlarga. Cho'losi ham qo'z mana. Bizga ham berishda mana shu ikkitasini egizchi deb bergan. Enlari ham bir xil. Bo'ynlarida mana baldaqlarim bor. Ikkalosini mana bo'ynida tumorlari ham bir xil. Mana shu ikkoni egizchi bergan, yana avvalo Xudo. Ularning yosh oyligi bir 7-8 oylik atrofida. Bo'ylarini 80 plyusga olaverasizlar. Qo'ylarning kalla boshlari, stoykalariga yaxshilab e'tibor beringlar. Ular narxini bir joyga olsalaring 5.600.000 so'mdan dastavkasini qilib beramiz. Xudo xolasa bu yilgi qo'chqor sezonga tayyor bo'ladigan variantlari. Hurmatli obunachilar, 4-partiyamizga mana bunday Arashan elitalaridan. Endi mashetiga bitta like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Kanalimiz yangi obuna bo'lishingizdan chiqmaydi. Ularning yosh oyligi 6-7 oylik atrofida. Bo'ylarini 80 ga olaverasizlar. Mana oq yuz haqiqa zotini olib yuraman deganlarga tavsiya qilamiz. Hamma yo'g'i kelishgan jonivorlar. Mana
garbonoslariga ham e'tibor berasizlar. Quloq joylashuv garbonoslari hamma yoq zo'r xohlasa. Ular narxini 5 million 600 ming so'mdan bir joyga olsalaring dastavkasini qilib yetkazib beramiz. Xudo xohlasa uzoq yillar bolasini olib yuradigan variantda. O'zidan ko'payib yuraveradi. Biz keyingi partiyalarimizni chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana oxirgi partiyamizga ona bolani yaxshilari kelgan. Bolalar ikkovi ham qo'chqor. Onasining tishlarini ko'rsatib ketaylik. Qo'zi hali. Bunisi qo'zi ekan mana. Buni bolasi mana bu ya, qora. Qo'chqorcha. 2 haftalik bo'lib qolgan xudo xolasa. Bunisi katta qo'zining onasi. 4 obunachilar. KG emblemalari bilan turibdi. Toza Qirg'iziston. Bolasi ham toza narsa nihoyatda. Kimbarazlarga yetib boryapman. Xudo xolasa qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Narxi 16 million so'mga ikkovini bir joyda bo'lsa dastavkasini qilib beramiz.